Assalamu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Sog'lom hayot programmamizda ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Arshin Didiqot. Bugungi bu son programmamizda hammanglar bilgandek, mushu Xitoyda davomlashib kelayotgan o'zining ichida tarqalgan Xitoy virus va butun dunyoda tarqalgan va hammamizningki vaqtini, butun hayotimizni o'zgartirayotgan Xitoy virus to'g'risida bugun suhbat olib boramiz. Bunu hozir ba'zilaringlar ko'rgan bo'lishi mumkin. Xitoy virusi mush yaqinda. Albatta Xitoy virusi shu buni bir necha yil burun tatib bordi. Yaqinda shu 200 necha millionga chiqqanning xabarlari bo'lyotdi. Hatto unini jiq bo'lishi mumkin, lekin Xitoy buningga ko'z yumib, nihoyat yolg'onlik bilan o'tirg'i chiqyotdi. Lekin chet eldagi nurg'un xabar to'rbatlarda buni nihoyat nurg'un Xitoyniki virus bilan o'layotganlik to'g'risida nurg'un xabarlarni ba'zan to'rbatlarda ko'ryapmiz. Bugungi programmamiz bo'lib shu Xitoydagi shu virus to'g'risida suhbat olib bormoqchi va bugungi programmamizga Anqara Yildirim Bayazit universitet o'qituvchisi, dotsent, doktor Namatjon Ma'lim, Namatjon Mehmet efendimni bugungi programma taklif qildik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qimmatli vaqtlarni chiqib qatnashib berdilar. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga ko'p rahmat. Mush Xitoy virusi bo'libmi, bundan bir necha yil ilgari mush Xitoyning ichki o'lkalarida tarqalib, mush xalqaro tarqalgandan keyin o'zida biz Xitoy virus tugdi deb Wuhandima maskalarni oldirib o'tib, butun yerda maskani oldirib o'tib, nihoyat rahat yurgan edi. Biz hayron qolgan, bu Xitoy qandoqlab saxtapazlik qilib o'ltirib tugatgan o'xshaydi deb o'ylagandik. Bu yaqin mezgillarda bo'libmi bizning Sharq Turkistonni va ichki o'lkalarni, mush Xitoyning o'zi ichki o'lkalarini nurg'un taqab, Xitoyning ko'chalarga hech qanday chiqarmagandan keyin Xitoy o'zi qarshi chiqib, oqqaz namoyishlar yuz berdi ichki o'lkalarda. O namoyishdan keyin, ondan keyin bir ichayotgandan keyin mush bo'libmi Xitoy virusi shiddatlan tarqalib, tuyuqsizlam kundan kunga million Xitoy virus tarqalgandan xabarni olyapmiz. Bundan burun bu Xitoyni uyga taqmas vaqtida bu Xitoy virus yo'qmidi yoki bu virus buning burunqi virusga o'xshamamdi? Mush to'g'risida qisqacha tushuncha bergan bo'lsa. Buldu. Assalomu alaykum ekran oldi barliq aziz qarindoshlarim. Hammalarning hozir vaqti xayrli bo'lsin. Endi Xitoydagi shu bir haftadek bo'lib qolgan bilamiz. Butkul cho'ng xalavalarda xalqaroliq shu kanallarda to'xtamay Xitoydagi shu virus to'g'risida xabarlar berilyapti. Bu to'g'risida haqiqatan odamni qo'rqitdek darajada sonlar bor. Endi buningda Xitoyda tuggamidi yo yo'qmidi yo qaytadan paydo bo'lib qoldimi, qanday bo'ldi? Endi buni tushunishga to'g'ri keldi bilan buni javob berish uchun. Xo'sh. Hammaylar bilamiz, butun dunyoda Covid tarqalgandan keyin har qaysi davlatda kunlik o'zining shu yuqumlanuvchilarning soni va mush kasallik sababli o'lganlarning soni to'xtamay doklad qildi. Albatta bu doklad qilganning ko'pinchasiniki sonlarningki qanchalik to'g'ri, qanchalik xatolik to'g'risida talash tortish bor. Bularning eng chong talash tortish bo'lgan davlatlardan birisi Xitoydir. Xitoy qoida bo'yicha shu dunyo sog'liqni tashkilotiga a'zo bo'lgan butun davlatlarning majburiyati kunlik kasalliklarni evatish kerak. Shuning asosan dunyo sog'liqni tashkiloti to'xtamay doklad chiqardi. Shu vaqtdami ta yaqin qadar Xitoyniki chiqargan dokladida yuqumlanuvchilarning soni intayin oz ekanligi, o'lganlarning soni intayin oz ekanligini ta'kidlab keldi va son sifirlarni ko'rib turdik. Endi to'satdan bir ish kelib qoldi. Bu to'xtamay Xitoydan chiqqan bu son sifirlar hamma dunyoni qaytadan cho'chitdi. Bu qaytadan boshlanib ulg'ayib hamma taqib ketgan bu qanday bo'ldi? Bu qanday bunday bo'ldi deb. Albatta bu to'g'risida nurg'un mutaxassislar va dunyo sog'liqni tashkilotining o'zining ko'z qarashlari va bo'libmi bu shu Urumchidagi oyliqlar xo'roz o't ketgandan keyin hamma bilamiz. Xitoyningki o'zining o'lkalaridagi ba'zan shaharlarda universitet o'quvchilari namoyish qilishga boshladi. Chunki ularning o'ylig'ini demak ashayda bo'lgan ishlar cho'qim bizning bu shaharlarda bo'lishimiz mumkin ekan deb o'yg'ondi va hukumatga qarshi namoyishlar ulg'ayish boshladi. Naq bunday vaqtida hukumat qattiq bir shaklda buni kontrol qilib besiq turishga tirishdi. Uzun o'tmaylar bu kasallikning soni ko'payib bordi. Endi bu yerda tasodifiylik bir narsa yo'q. Endi ikki narsani o'ylash kerak. Birinchi haqiqatan Xitoyda bu yo'qmidi? Ya tasodiflan mush bir ishga tanishdilar ko'payib ketdimi? Ikkinchisi
Hem de Xitoyniki agar haqiqatan mana shunda bo'lmagan bo'lsa, bergan sonlar to'g'ri bo'lgan bo'lsa, to'satdan shundaq jiq bir kishiniki bu kasalliklar yo'qolib ketishi mumkinmi degan ikki cho'ng masala bor. Buni oydinlashtirishga to'g'ri keldi. Xo'sh. Endi biz shu kasbning ichida bo'lash suhbatimiz bilan men burundan boshlab deb o'tib ketgan Xitoyningki bergan sonliq ma'lumotlarda intayin ig'ir masala bor. Buni menlam demayman. Butkul mush kasbda bilishayotganlar hammasi deylik. Hatto shu 4 kun burun Dunyo sayohat tashkilotininki mush bayonot bergichi ayol var, Margaret. Shu Margaret ma shunday deydi. Bunda bo'lish eng chong sabablardan birisi Xitoy hukumatining to'xtatib bergan doklati bilan amaliyotninki o'ttirisi intayin cho'ng farq borligini ko'ralaymiz. Burundan boshlab masala bor deb biz bu to'g'ri nurg'ulg'an savol sorsak Xitoylarniki mushning mas'ul odamlari buni savolga javob berishdan qochgan dedi. Helen mush ish yuz bergandan keyin kasalliklarning soni ko'paygandan keyin Jenevada turishda Xitoylarniki shu elchilardan so'rsak bu savolga yana javob bermay savol qochganlik to'g'risida bir bayonot e'lon qildi yoki bir xabarda shunday savolga javob berdi. Demak bu eng chong masala nimasi? Haqiqiy sonni oshkor qilmay bizda masala yo'q deb to'xtamay shu o'zini aqlab keldi. Endi buniki Xitoyning uchun foydasi bor degan vaqtda Xitoy bilsa ishlab chiqaradigan bir davlat. Nurg'ulg'an narsa Xitoy ishlab chiqardi hozir. Agar kasallikni bor deydigan bo'lib qolsa, burunqi xalqaro xalq sog'lomlik tadbirlarida kasallik soni qo'ygan davlatlardan berish kelish qilmaydigan, uchishni to'xtatgandek tadbirlar ilib borgan. Endi Xitoy bundan qo'rqib, iqtisodiyotni cho'kib ketishini qo'rqib, bu sonli ma'lumotlarni maxfiy tutgan bo'lish ehtimoli intayin cho'ng. Chunki haqiqiy sonni oshkor qilgan bo'lsa, chunki xalqarodan bo'lgan munosabat kesib ketish ehtimoli bek cho'ng. Hech kim u yerga bormaydi, kelmaydi va u yerdan bir narsani ekilishi mumkin emas. Chunki dastlabki vaqtda bir davlatdan bir narsa ekilishni cheklagan, ma'lum mezgilgacha virusni ekilish mumkin deb. Eng cho'ng masala mush bo'lishi mumkin. Iqtisodiy masalani ko'z tutib turib, bular bizda undan cho'ng masala yo'q deb. Endi ikkinchi qatimda bundan masala yo'q deb yushirib, nurg'ulg'an shaharlarni biz kontrol qilamiz deb, masalan bizning vatanimizga Urumchi olsun, G'ulji olsun, Qashqar olsun, Turpan nurg'ulg'an shaharlarni 100 kundan ortiq bilimiz taqib oldi. Unda uning xalqni sirtga chiqarmadi. Ichki ro'yxatga ba'zi yerda bo'ldi. Ya'ni ichki Mo'g'uliyada, Tibetda va boshqa rayonlarda bunday ahvollar yuz berdi. Yani buni qilish sabab nima degan vaqtda yana bir tarafdan shu Covidni bahona qilish orqali o'ziniki yetmoqchi bo'lgan muddasiga yetishga tirishdi bular. Hamma shunday qildi. Lekin bu namoyish chiqqandan keyin buni qo'rqib, darhol buni sonliq ma'lumot oshkor qilishga majbur bo'ldi. Chunki bundan sonliq ma'lumot oshkor qilmay, xalqni so'laversa, u vaqtda isyon texmo kuchayib ketdi. Bunda ham jiq kasallik bo'lmagan ahvol ostida nima deb bizni o'yga solib qo'ysa. E'lon qilingan kasallikning soni intayin oz, yo'q hisobda. Hatta nurg'ulg'an davlatda hozir kunlik soni beryapti. Bu kasallik tug'madi. Faqat burunqidek kunlik test qilmayotgan yer bor. Shunlashqa yo'qdek bilimiz, amaliyot Turkiyada nurg'ulg'an kasal bo'lishi mumkin ekan. Shunlashqa bu meniki shaxsiy ko'z qarashim shunda. Bu ishchining chiqqandan keyin bu Xitoy buni shu o'ttirib chiqish majbur bo'ldi. Chunki bu isyon ko'payib ketib qolsa, namoyishlarning doirasi har o'lkalarga tarayib ketib qolsa, buni kontrol qilmoq tez to'xtaydi. Shunlar haqiqiy kasallarning soni birayli, undan keyin xalqmi bu sonni qo'rqib cho'chib, ondan keyin ba'zan tadbirlarga qarshi chiqmasligi mumkin degan bo'lish ehtimoli intayin cho'ng deb qarayman. Amaliyot bu kasal aslida vaqtda. Bular hozir biz nechini yaqinmish Xitoy virusini ko'rgandan keyin o'zimizda mana atrofimizda balki Xitoy virusidan yuqumlanganlar bular o'ngshilgan bo'lishi mumkin ya Xitoy virusi yuqumladi deb anlaganlarimiz bo'lishi mumkin. Lekin belki ansirash yo'q ichimizda. Bu Xitoy virusini biz ko'rdik. Bu yuqumlansimi, azra davolansak, uyda aramasak o'ngshil ekan deb his qilyapmiz. Ammo Xitoyda bo'layotgan bu Xitoy virusidan nurg'un kishi o'ldi deb biz buni anglayapmiz. Bu qaraganda bu chet elliklar bu Xitoyniki, Xitoy o'lkalaridagi bu virusniki bir-birisi o'xshamaydigan yerlar bor shunda. Amaliyotda unday emas. Xitoyniki bergan dokladidagi masala bu yerdagi. Bergan sonlar bir-biriga tutmayotganlar masala bor. Yana cho'ylab kelib qolsak, shu Xitoyning bergan sonliq ma'lumotida to'g'ri bo'lmasligi sababli nurg'ulg'an qalayimqanchilikni keltirib chiqadi. Endi bu yerda bir qancha programda shu nemisini turlarini deb o'tib ketgandik bu virusniki. Endi buni dambaylarga ma'lum hozir turi bek ko'p. Lekin buning eng umumlashgan 4-5 tane turi var. Bunun birisi şu alfa, beta, ondan keyin gamma, delta, ondan keyin omikron deb.
eng yayg'in o'g'in keng tarqalgan turlari shu. Yani bunun dastlabki qayerda paydo bo'lsa shu davlatning ismini atab kelgan. Masalan, Angliya turi, Janubiy Afrika turi, Hindiston turi. Keyin o davlatning ismini atsak bo'lmayotganda buni ism berdi. Yani eng oxirgi shu hozirgi xalqarodagi shu yuqumli kasallik mutaxassisligi yoki shu kasallar bilishayotganlarning deyishicha, Xitoyning hozirgi o'tirib chiqqan kasalliklar omikron bo'lish ehtimoli cho'ng deydi. Ammo ularning eng cho'ng qo'rqadigan nuqtasi hozir şu omikronninki türünün o'zgarib ketishi yoki hozirgi mavjud bo'lgan bayamanda o'tib ketgan bir qancha mavjud bo'lgan turlarniki yana shaklini o'zgartirib yana bir turni hosil qilishidan qo'rqaydi. Agar yana bir tur hosil qilib qolsa, u vaqtda buni kontrol qilmoq texnik test to'xtaydi. Undan keyin shu Xitoyniki bergan sonliq sifirda bu endi Xitoyning o'zining bergan sonliq sifirini bak ko'pincha shu xalqarodagi nüfusluq organlarning taxmini bor, mutaxassislar taxmini bor. Mesela Zhejiang ülkesinden bir günlük Xitay şu virüsten yuqumlanmışlar 1 milyon degan, lekin mutaxassislar bu 1 milyon 2 qitim qatlasak bo'ldi, ya'ni eng az 2-3 milyon odam yuqumlangan bo'lishi mumkin deydi. Bir kunlik kasal. Ondan keyin şu Al Jazeera'dan bergan bir xabar var. Nurg'unlagan men bayaq ko'rib chiqdim. Ko'pincha shu xalqaroliq tor xabarlarning manbasi asosida o'xshab qoldi. Ularning digində bir gündə Xitay virusdan yuqumlanıcılarning soni 37 milyon. Hozircha 248 milyon, qisqa vaqt ichida 248 milyon Xitoylar yuqumlangan bo'lishi mumkin. Xitoy nüfusuniki %18'i mush kasalliklar mush bir shikatning ichida yuqumlanib bo'lgan deydi. Endi bu 118 nüfus pek az emas, Xitoy nüfusi qaraganda. 1,5 milliard atrofida Xitoyning nüfusi bor deb qaraydi. Endi Xitoylar uning ustiga pek chiqib ekan bu bir to'plashib o'rtoqlashadi. Hammalar bilamiz, shu binolar igiz bo'lish sabab shu patmagandagi tiklab salgan. Ondan keyin kim bolalarda yashaydiganlar bir uyning ichida bizning vatanda mayli ma'lum Xitoy deganlar qurilish ishlaydiganlar. Kichik chidirning ichida shu 10-15 Xitoy yashayverdi. Bular ko'p o'rtoqlashib yashaydigan qolganken bu kasallik tarqalishi intayin tez bo'ldi. Bu hammalar ko'rdik, mush nüfusi ko'p, onun keyin tozalik masalasi jiddiy masala bo'lgan. Devletlerde tarqalish intayin tez oldu. Mesela Hindistan'da maşında oldu. Şunlaşkanda bu bayqa 248 milyon neyme az gibi emas. Nurg'un devletin bu kadar çıkmadı. Künde doklat qıptısı mı? Demek Xitayların hazırki çoğuşuğanı sannaga qazıp çıkargan bolsa nurg'un işli var. Onun dikinden nurg'un xalqarалық xabarli ko'rsatib atadi. Şu Beijing'deki, ondaki bakan şehirki cesetini ko'ydirgan yerdimi to'xtamay kunda hozir tuman to'xtamayotganlik to'g'risida. Endi ceset ko'ydirgan yerda kamera ko'ydirgan ish yo'q. Bunlar Beijing, Şanghay'daki yerde, merkezi yerde kamera koydamıydı. Demek aşağıda ülavatkanın sanı mıcık. Ama Xitay'da bizde ülkenin sanı pek az yedi. Tılgağıdaki sanı yok. Xitay'ın uzun dokulat kasasın. Bir neçe adam öldü dedi. Eğer bir neçe adam ölgen olsa o da ceset köydürgen yerde ne toxtumay tutum çıkıdı. Buna tünegin mesela halkaralı haberde şu mutaxıslar tartıştı. Mesela Beijing'deki şu ceset köydürgen yerde toxtumay tuman çıkıp kalığını. Demek bu yerde insanların ölgenlerinin intan köp geldiğini. Buna asasen taxmin qilib turib, hozir Xitoyning bergan dokladida jiddiy masala bor. Xitoy ayni vaqtda shu rost dokladni bermaymi, dunyoni mush baloq qo'ygan. Agar rost dokladni berib vaqtida degan bo'lsa, bunda masala bor, biz bunda kesal chiqdi degan bo'lsa, undagi hamiyat taqib etgan bo'lsa, bu endemik bo'lib, yerli kasallar to'xtab qoldi, pandemiya bo'lmaydi, xalqarалық kasal bo'lmaydi. Hozir endi dunyoda aytilmaydigan pandemiya aylanib, hamma dunyoning beshini og'ritgan muhim masala aylandi. Endi Xitoyning ma ishdan keyin yana dunyo texmo sarasım düştü. Yani bu yayını kanaklı. Vatani necha yuz kun taqilgan bo'ldi, insonlarimizni osh quyib o'ltirgan bo'ldi bu Xitoy. Yana shuna bo'lsa, yana bir narsa kalamda o'tmaydi ishi, masalan, burungi virus paydo bo'lib, ondan keyin beri yo'qdi deb e'lon qildi. Xitoy virus yo'qdi deb hamma ichibdi. Ondan keyin oliqdan nima ish bo'lib, bu yana bir taqildigan darajaga yetib keldi bu virus. Yani o'zgargan bo'lishi mumkin-da. Yani qaysi darajaga bu taqabma, yani 100 kun taqagandan keyin bu nima ish yo'qmaydi bu virus. 100 kun taqab oxir xalq chidamay ko'chaga chiqib chiqqan amallar kundilam yani virus tarqalish boshlab, o'lish boshlabdi. Yani nima ish qilib yo'qmaydi bu viruslar. Aslında yuqumli kasalda ham tel to'kis yo'qdi bektas. Çünkü Türkiye'den ko'ryapmiz-ku, tel to'kis yo'qmaydi o. To'g'ri.
Chunki mana shu bir xil mana shu 80 million 30 million odamlar ichida bir odam bo'lib qolib qolsa, yana boshqalarni yuqtirish ehtimoli yana bor degan gap. Endi Xitoydagi nüfus hammanglar bilamiz. To'g'ri. Xitoy nari kontrol qildi degan joyda cho'ng shaharlar, undan keyin ba'zi nozik yerlarni yetib oldi. Masalan, bizning vatandagi necha shaharni yetib oldi. İchki Mong'oliyani yetib oldi, Tibetni yetib oldi. Undan keyin Shanxay, Beijing, ashunaqacha cho'ng, nihoyat nuqtliq yerlarni yetib oldi. Boshqani ichibdi. Xitoyning nurg'unlagan o'lkalari bor. Ular yana uchuq. Yani bir ay berib kelib qilalaydi. Shuningdek o kasal ne yiliqi men Xitoy bir nimalar o'tirib chiqdi-ku, kasallikni nolga tushirish siyosati deb. Kasallikni nolga tushirish siyosatini o'tirib qo'yib turib, bir ma'lum bir bölgene, ma'lum bir rayonni taqilib qolgan ichib etsa, buni nolga tushirish mumkin emas. Chunki agar sen buni nolga tushirmaydigan qilish olsang, ya hammani taqib etish mumkin, davlatning putkili ya'ni taqib etib buni kontrol qilib, yana iqtisod taraqqi qilish mumkin emas. Chunki davlat cho'kidi. Şunlaşqa bunu nölge çürüş, ahmaqanlıqda bunu zaten dünyada hamiyatı talaş tartış qildi. Bundan nölge çürümeni mümkün bulmaydı bu kesilliklerini. Şunlaş aql mantıqlıq bir narsa qilish kerakdi Xitoy hukumatı deb. Albatta Xitoy buni anglamay o'zini bilganda qildi. Chunki bu yerda Xitoyniki nurg'ulg'an masala bor. Bu Covid to'g'risida ba'zan narsa itilib, ba'zan ichishda siyosiy masalalar bor. Çünkü Xitoyning yangidan davlat boshqoni tanlanib chiqdi, saylanib chiqdi yoki tanlandi deyli. Shu vaqtda nurg'ulg'an davlatning ichida qalamqachilik qildi. Uning qurultaydan burun ba'zan hukumat qarshi lozunglar esqay boshladi Beijingda. Endi buni bahona qilish qo'yilgan shu nurg'ulg'an muhim yerlarni kontrol qilish orqali hukumatga bekrak qarshi chiqqanlarni ham pakistash uchunmi bir fursat tug'di. Shuning bilan texnik chiqday deb boshqa rayonlarga boshladi. Ondan keyin Xitoylarda oq qog'oz harkat boshlab ketdi. O'quvchilar orasida bo'lsin, ana cho'ng nimalarda bo'lsin, o'lkalarda bo'lsin. Ondan keyin bu Xitoy darhol buni kontrol qilish uchun ham harakatni boshladi, tutilganini tutib. Ondan keyin ba'ziyani echib o'tgan bo'ldi. Eng oxirida bu kasallikni uzun bir shikayat qilmaydi, u harakatdan keyin ham haqiqiy son oshkor qildi. Haqiqiy son oshkor qilish sababdan birisi shu. Chunki vaqtida eng cho'ng sabab shu. Bizning davlatda bunda jiq kasal, og'ir kasal bo'lmasa, kasalning soni oz tursa, nima deb o'yga solib qo'ysan degan savollar chiqdi bo'lgandan keyin bular javob bermaydi. Chunki bunda ahvollarda it bilishning hojati yo'q. Dunyoning ham normallik keldi hozir. Hemen normallik keldi degan gap, shu davlatda bunda kasal yo'q degan gap yo'q. Masalan, Koreyada kunlik kasal beryapti, Hindiston beryapti, Amerika beryapti, bir qancha davlat kunlik kasallik soni beryapti kunda hozir. Demek bu kasal hozir ham yani mavjud, ammo burunqidek yo'qish kuchi bek kuchli emas. Her halde özümüzü yaxshiroq kontrol qilsak, agar alomat ko'rinib qolib qolsa, shu xuddi zukamning alomati qarshi davolanish elib borsa qarshi bo'lgandek holat kelib qolgandan keyin nurg'un odamlar hozir bu zukammi, bu virus bo'lib qoldimi, Xitoyning virusini yuqinib qoldimi, uni kontrol qilmaylar, o'zining bilgan shaklda davolanish elib berib saqlayotganimicha. Shunlashqa men Xitoydagi masalaga shu bir-biriga bir chegishlik narsa bekchiq. Bir iqtisodiy munosabatga bo'lganlik uchun ayni vaqtida bizni kasallik oz deb turib oldi. Shuning bilan xalqaroniki kasallik bosh ovoz kamay qolib qoldi. To'g'ri sabab bilan to'xtab qolgan o'xshaydi muallim. Ma'lum avay deb o'tgandek, bo'lib shu Xitoy virusi yaqinqi 10 kun, 20 kun yaqin shiddat bilan tarqalayotganlik xabarini biz Facebook'larda yoki boshqa chet elning to'rbatlarida ko'ryapmiz. Nihoyat shiddat bilan tarqalayotdi. Lekin mening bo'libmi kalamni o'tmaydi yere shu xalqaro buningki Xitoydagi shu virusning shiddat bilan tarqalayotganligini biladi. Nurg'un kishiningki o'layotganligini biladi. Bilib turib shu virusni o'zininki davlatiga kelishini xohlamdi yo xohlamasa nimishqa uni xalqaro ochiqlab, "Ma virus mana bo'lyotdi, ma yo'l itili Xitoydagi virus yerga kelmasin" deb ochiqlama qilmaydi. Men shunga aqlim o'tmaydi. Nimishqa ochiqlaganlar munchalik million, 100 million Xitoy virus bilan yuqumlandi, o'ldi deganlar ya davlatninki davlatning ishonchiga erishamidimi unda degan gaplar. Nimishqa unda bo'ladiki, Namacha efendim
qayta kirdan bo'ldi. Tor sababidan üzülüp qolib qoldi. Mesela Hürriyet gazetiniki bergen xabarda şu yerlik amaldorlar bir necha kun ichida bu sonning shu necha qat o'lganligini, ondan keyin oldingi kuni shimoldagi 9 million nüfusli Çingdağda bir kunda 530 ming kishining yo'qolganligining aniqlanganligi to'g'risida xabarlarni berganligini ko'ryapmiz. To'r sabablardan chiqib qoldimi? Evet, Tor üzülüp kaptı. Unda olsa gapimizni söhbetimizni davom ettirsak, men hozir Tor üzülüp qolgan vaqtida degandim. Bu shu xalqaro Muşa Xitayninki qanchalik virus bo'layotganligini, qanday o'layotganligini, kuniga millionlab virus bo'layotganligini biladi. Bilib turib, nimishqa bu yo'lni taqamaydi. Ya'ni o'ziga bu virusninki kelishini oldini olish uchun nimishqa Xitoydan burun uchoqni, aeroplanni taqagandek, mesela Turkiya ham bir davlat qo'pab shu bu Xitoydan mal akamison, inson kam, sayat kamison deb aşağı bir taqagan. Nimish buni qilmaydi yoki o bergan ma'lumotlar ishonamdi, rost Xitoyga oshna ekanligi ishonamdi. Bununki bu virusninki buna davom qilsa xalqaroga, Turkiyaga ham davlatga bo'lgan virusni tig'im o'zgartirib, tig'imi dahshatlanib meyla kelish ehtimolligi bormi sizcha? Albatta, bu hozirgi doklad qilgan san qo'rqinchli bir san. Bundan avvalida sizlar xalqaro tashkilot bo'lgan Dunyo sayohat tashkiloti kesik qaror chiqarish kerak. Masalan, Xitoydan shu xalqaro uchishni hamma to'xtatish kerak. Mayli havo yo'li olsun, temir yo'li olsun, quruqlik olsun, suv yo'li olsun. Lekin bugunga qadar undan narsani anglamadik. Hammadan bu masalaning ig'irligini deydi, qo'rqinchligini deydi, hatto variantniki turning o'zgarib ketishini insiravatini deydi. Baya sizga kechikkan buning to'g'risida bu undan bo'lsa qatnashni to'xtatsin, Xitoy sirti bilan bo'lgan aloqasi uzsin degan gap qilmadi. Endi bu dunyoning hamma yeri xatarlik ahvol ostida. Chunki 2-3 yil buni berdim butun dunyo tatdi. Ayni vaqt tartishga masatmi, shu Xitoyda kasal chiqqan vaqtida shu oldikeni tatib, bakin yo'qkan, azken chiqqan deb ham 2 yil o'tib ketib, dunyoning hamma yeri taqab ketib qoldi. Hilammo bu shuna vaqtida hozircha biz Xitoyga bu eliq berish kelishini to'xtab qolganini anglamadik. Dunyoning hamma yeri normal berish ketish qilyapti yana. Aslida darhol qaror chiqarib, shu Xitoy bo'lgan berish kelishini hammani cho'qim to'xtatish kerak. Bu bo'lmay qolsa, ya'ni burunqida avval yana yuz berdi. Çünkü tasodif agar shu Xitoy virusiniki turi o'zgarib ketib qolsa, texmi xatarli. O yangi bir tur chiqib qolsa, o yangi bir turni tushunib, bu qanday narsa, uni qanday qilamiz deb qo'ygan vaqt o'tib ketadi. Undan keyin burunqi yashagan narsamiz yana qaytib kelgan chiqadi. Bu vaqtda dunyo hozir butkul dunyoda bilimiz iqtisodiy kriz yuz berib, nurg'ulgan davlat buning değerini ko'tarib olmagan vaqtda bu ustiga qolib qolsa, texmi qalamqanchilik kelib chiqishi mumkin. Rahmatulloh olsun. Unda bu Xitoy virusini kontrol qila oladimi yoki shunda davom qilsamdi yoki bu bir plan bu masalan o'sha ba'zilarimizning og'zida burun bo'lmi shu butun dunyoda taqilib yurayotgan vaqtida nurg'un insonlar siyosatchi deganda bu nüfus azaytish deb bir xil gapni qildi. Bu Xitoy hammamiz bilamiz nihoyatda vijdonsiz, nomussiz bir millat endi o'zining millatini azaytish uchun qilyapti dendekchi. Buni tizginlab qila oladimi yoki shunda davom qildiradimi? Endi buningda bayaman yendek bir qancha sabablar var. O'tirib chiqib kontrol qilib qo'yib bir sabab. Amaliyot bu aslida bir kasallik virus. Endi buni kontrol qilmay deb qolib qolsa, albatta kontrol qila oladi, lekin kontrol qilishda haliqidek dunyo hech qanday yerda bo'lmagandek avval olib kelsa bu mumkin emas. Xalqni so'lib teshidan chiqqan suvar qilib qilsa buni kontrol qila olmaydi. Chunki unda kontrol qilgan dunyoning hech qanday bir yeri yo'q. Mumkin emas. Chunki kasallikning kontrol qilib oldilishdagi maqsad şu sağ bo'lgan ya sağlam bo'lgan insonlarni kasallikdan saqlab qolish, insonlarning jonini qo'g'dab qolish. Yani u yerda Xitoylar qilayotgan nima desa, kasallikni qo'g'daymiz deb xalqni so'lab qilib, ochqilab o'tiradi. Yani bu yerda chetishib qolgan masala. Agar sizning maqsading kasallikdan saqlab qolish, xalqni qo'g'dash bo'lib qolsa, o'yga so'lab qo'ysang, muvaffaq shaklda so'qlab, ularniki yeydigan, ichadiganni ta'minlab berishing kerak. Chunki Turkiyadan dastlabki vaqtlarda shunday bo'ldi. Sirtqa chiqsal bo'lmaydi dedi, lekin tamam aş yediğin kerekli nersini ekip yaptığında şarayet yaratmadı, yerlik hükümet işleydiğinler ekipadi. Onadaki her gün bir
Mesela bir saat içinde yakın yerdeki dükkanlar çıkıp bir nesne ekilişe ruhsat kıldı. Bu şekilde kıl oldu. Yani tamamen dünya bilen alakasını üzüp, öğünün işi solap koyup, suvar kolap koyup, yediğine işleyen bəyəmək qap qalsa, bu kıl olmaydı. Şunlar ki, eğer Xitay hükümeti bunu resmi kılma, kontrol kılma dep qap qalsa, xalqaranın hazır xil tecrübesi olub qaldı bu keselliğin kontrol aldığın iş doğrusunda. Ulardan tecrübeni almıştırıp, qandaq qeysi en muvafık şekilde xalqının açığını keltirmeydiğen ve kesellikten kontrol kılıb olduğun şekilde elip biliş gerek. İnsani bir şekilde elip biliş gerek. En mühim mesele bu. Onun için vaksin meselesi var. Xitay yüzündeki vaksin işlep çıkargan. Xitay'daki vaksin işlep çıkargan vaqtida bizninki şu birinci, ikinci dozunu uduq, üçüncüsü de boosterni muğallar çıktı diyen nesli var. Hem de keyingi vaqtlarda Xitay vaksinisindeki təsirindeki onca yuqur olmağanlığını əməllə gördük. Xitay üzüm etiraf qıldı, bek yuqur emas deb. Hem de hazırki meselede yani Xitay üzünün tədbirlik qılıb işləməyən vaksin yani haqq işlətemdi o. Yoki bo'lmasa dunyoda bir qadar xalqaradan qabul qilgan, e'tirof qilgan BioNTech var hozir. BioNTechni ishlatamdi. Bu ikkinchi masalasi tortishyapman. Şunlar Xitay'ın özü qo'yib bersa, qat'iy BioNTechni ağzı yo'q, ishlagisi yo'q. Nima uchun desa, uni sirtda ekilish kerak. Özellikle nurg'ulg'an vaksin pula uni haq oqtirish qolmaydi. Xitoy kunab qoldi chunki elishdan bilib qoldi hozir. Sirtdan asam deydi. Şunlar o kadar pulni vaksina berishni bek o'ylamaydi. Yana balkim xalqni aldab o'zimizning vaksina taraqqiy qildi, burunqa yaxshi deb yana aqmaydigan vaksinani ishlatib qolib qolsa, buni kontrol qilish yana ta'sir bo'lishi mumkin. Bu asosan Xitoyniki o'ziniki shu maqsadiga bog'liq. Nimani maqsad qildi? Agar haqiqatan bayasida yana nüfusni azaytish, qarichurlarni o'ttirish, ağır kesel çünkü dastlabki kesellik shundoq. Biri qirla, ikkinchisi sozulma xarakterli kesel o'g'illarni ko'pini söylep ketdi. Buningda umidi. Endi nima jihatda aytganjada mana bu nazariya nuqtasi ilib qolganjada davlatga masalan beqinda nüfus deb ikki xil nüfus var. Beqinda nüfusdan birisi shu yoshlarlar beqinda nüfus hisoblanadi. Demir chiqqandiki ishlab chiqarish qilmaydi. Faqat burun ishlaganiki ishlab chiqargan ya davlat qilgan kuchga asosan to'kis asosan yashaydi deydi. Ammo bular beg'ilib qolgan nüfus bo'ldi, yoshlarga. Bularni ko'pincha davlatda hamda davlat nisbatan yuk deb qaraydi. Bundan vaqtida shunlar ba'zan davlatlar shu qarilarni yo'qotish to'g'risida balki mushkil virus chiqqan bo'lishi mumkin degan ahvollar yoki bunda talash tortishlar intayin kengri. Agar haqiqatan Xitoyni shunday maqsad olib qolsa, buni kontrol qilmas mumkin, ma'lum masalqicha. Chunki Xitoyni bilamiz, xeyli vaqtcha shu 86dan keyin ta 2010 2015largacha bir balaliq siyosat vaqtdan o'ziga bir balaliq siyosat bo'lgan qanday qildi desa, hozir bu bolalar azlab tug'ilish nisbati qirlardan sen cho'qib ketdi Xitoyda. Bu qari cho'ri chiqib qolgandan keyin Xitoy qanday qilsa, buni bir taraf qilsak, undan keyin davlatning nüfusi azaysa, balki kontrol qilishimiz kelgusida paravallik sil oson bo'lishi mumkin deb mana o'ylab qolib qolsa, balki qo'yib yetish mumkin ma'lum birimiz ma'suzlikcha. Agar Xitoyning undan maqsadi yo'q, yo'q mening maqsadim eslami shu hukumatga qarshi ba'zan kuchlarni tep chiqib, shu fursatdan foydalanib, shuni men joylayman degan niyat o'qib qolsa, uni yana boshqa shaklda o'zgartirdi. Lekin uyda qilgan plan sirtiga uymab mahkama degandek bu o'z planini qilib qo'yib ba'zan kesilgan haqiqatan shuni kengayib ketib qolib qolsa Xitoyniki hozirgi mavjud kuch bilan buni kontrol qilish bek tez to'xtaydi. Chunki nüfus intayin ko'p. Xitoyniki sayyat ishlaydigan shu sog'lomlik mutaxassislari bo'lsin, doktor, sestralar bo'lsin, o kadar ko'p emas. Buni yetish bo'lmaydi. Shunlashqa Xitoy agar haqiqatan niyatini yomon qilgan bo'lsa, balki mushqatim kontroldan chiqish ehtimoli uchun. Chunki kasallik taqayib qolsa, hamma taqaymiz deb jiddiy tabrik qilib qolsa, xuddi shu bizning vatanni qilgandek boshqa qilgandek xalq o'yga solib qolsa, maqatim ko'rdi, Xitoy shub ketmaydi. Ko'chalar to'kiladi. To'g'ri. Unda o'qib qolsa, Xitoyniki o'ziniki o'ylagan planlari amaliyleşmey tam eksi bir şekilde o'ylamagan bir natijalar o'rtaga chiqib qolish ehtimoli bek cho'ng. Rahmat, Allah razı olsun. Bulupmu birinchilab ansirada yerimiz hamda Xitoyda virus tarqalgan aman Xitoylar shiddatlan bizning vatanga kirayotgan vaqtida shu Xitoy virusini akirib bizning vatandaşlarning jiniga zomin bo'lishidan ansiraymiz. Yana birga shu xalqaro chet elga chiqib yana shu hayotimizni yana nobud qilamiz deb yana shu bir ansirishimiz bor. Bunun bir qancha yil ilgari masalan Xitoy virus Xitoy Wuhan'da tunji qitim chiqqan vaqtida insonlar o'lyotdi, ko'chalarda yiqilib, har xil ko'chalarni taqab, Wuhan'ni taqab qilayotgan vaqtida biz shu vaqtda
ko'chaga chiqib ham ko'cha ziyorati qilib, mush xalqdan mush Xitoy virus tarqalibdi, bu Turkiyaga kelishi mumkin, siz qana qaraysiz deb so'ragan vaqtimizda, u Xitoydagi narsa, ya'ni Xitoyda tarqaladigan bo'lsa, miya kelish ehtimollik u poda böyle Xitoy sayohatchilarniki normal kelib ketishini normal ko'radigan, ya'ni xalqning ideyasida yana u yer yuz bersa ashiyada bo'ladi. O bir yerga kelish ehtimolligi tuvanda nurg'un javobni olgan to'q. Ya'ni xalqning o'ngima shu tuvankada bo'yildim shu virus to'g'risida-chi. Bu hozir shunaqa virus bo'layotgan vaqtida hech kimning kari yo'q. Hozir maskani taqaydigan odam yo'q. Normal holatga o'zgarib, normal holatga aylangan bo'lishi mumkin. Ammo shu Xitoy virusiniki yana xalqaroga chiqib, yana shu bizningki hayotimizni nobud qilishiga, yana shu xalqaroniki, davlatlarniki qarab turib qolib qolsa haqiqatan içine çıkıp bir iş bul deb o'ylayman. Haqiqatan kesinlikle onunki sani bekleri köpütüp kalsa xalqaro besim işletiş ihtimali intayin çoğun yoki qaror alır. Çünkü xalqaroning nurg'un davlatlarniki agar yana mushundoq ahvol qaytilinib qolsa, uni betaraf qila olgandek davlatlarning soni osib qoldi. Nurg'ulg'an davlat shu Xitoy virus chiqqandan keyin vayron bo'lgan davlatlarga jiq. İşlep çıkış olsun, iqtisad olsun, ijtimoiy jihatdan olsun, ma'rif jihatdan olsun, amaliy ko'ryapmiz, nurg'un chekinishlar bo'ldi dunyoda. Buna qayta yo'l qo'ymaydi deb o'ylayman. Hamda bir qancha hafta qarab baqsaq, yana nima ish bo'ldi, uni ko'ramiz. Lekin meniki oxirida deb qo'ydiganim hamda shu bizning xalqimizga, dunyoning hamma yerida o'xshash bu kasallik tugamadi, buni unutib qolmayli. Onun birga mana shu havo sovish boshlab hozir nurg'ulagan yuqumli kasalliklar taqilish boshladi. Atrofga qaragan bo'lsak, kichik bolalarning ichidan o'sha o'tlaydigan qismisi chiqadigan, maktab bormaydigan bolalarning soni ko'p. Shunga buni sal qaramay endi mumkin bo'lsa, shu ommaviy qatnashish chiqqan chog'da, ko'chalarga chiqqan chog'da shu maskani taqilish intayin foydali. Bular shu yuqumli havo yo'lidan yuqumlagan kasalliklarni oldinishga chiqdi rol o'ynaydi. Buni hozir havo sovib qoldi. Bunda o'rniga palak yevasaqqa o'zimizga foydali. Mümkün bo'lsa palak kiyib, shu maska taqib, ommaviy so'rovlarga chiqqanda borgan chaqda shuni chuqur qilishimiz kerak deb o'ylayman. Shunga kasalliklar qat'iy sal qaramayli. Chunki bu kasallik sababli bizning qarindoshlarimiz orasida vafot etganlar oz emas, vatan sirtida. Hamda vatan ichida qanchalik biz uqmaymiz, chunki Xitoy zaten haqiqiy son bermaylik. Ammo vatan sirtida shuni da'vatni tortayotgan hozircha mush kasallikni asoratini da'vatlayotganlar oz emas. Shunga sal qaramay, mush tadbirlarimizni mencha bo'shatmaylik. Rahmet Allah razı olsun. Bugünkü programımızda müşahede yalaştırsak malumga köptün köp rahmet etimiz. Bugün ait şu yaxşı bir program oldu. Bulunmuş Xitoy virusini qaytı bir tunup algan bulduk. Onda olsa malum köptün köp rahmet etimiz. Sizlarga rahmet. Amallah aman olunlar. Amin. Onda olsa ekran dedik aziz görmeler. Bugünkü programımızda müşahede kısak hemimiz körüp ötkendek ve bunun burunma bir kıtım yaşagandek Muşu Xitoy virusiniki Xitoyda bo'lgandan keyin butun xalqaroga taqib bizning hayotimizni nobud qilganligini yashadik va ko'rdik. Buning hamda biz o'zimiz qila oladigan birdan bir ish bo'lsa shu ko'chalarga chiqqan vaqtida boshqaga ommaviy so'rovlarga noiti avot yelay bo'lgan vaqtida shu atrofdagi insonlar bilan yiroq turib maska taqib degandek ehtiyot qilishini umid qilamiz. Xudo bo'lsa bugünkü programımız müşahede bo'ldi. Kelar qism programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga emanet.